lekin hech istamasadim. Men bu yo'l bilan tanilishni xudoyi istamasadim, allohi. Aytaman-ku, shok yasasidan tushib qoldim uyda. Nima bo'ldi? Nimalar bo'lib ketdi? Nima bo'ldi o'zi? deb men shoshib qoldim. Men umuman bunaqa vahimali bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Va Allohimga behisob shukr, Allohim meni bu vaziyatlardan chiroyli qilib olib chiqib berdi. Xudoyima behisob shukr. Avvalambor Allohim sizlarni sababchan Feruzani orqasidan tanil. Endi Alloh shunday xayrli qilibdi ekan. Hech kim orqasidan tanilgani yo'q. Unaqa shoshib bo'lib ketishi ham kerak emas edi o'z aslida. Men ham hech kim tanimaydigan qiz emas edim. Normal edi. Endi 2 barobar ko'payib ketdi. Nima qilamiz endi? Alloh shuni xayrli qilibdi-da. Aynen istedim. Kutular rast bo'lsin. 5 yil gerek. Zakaratda chiqqaningizdan beri sizning mehribon, rahmat. Bugun to'y zo'r bo'ldi Xivada. Rahmat. Kelishingiz o'ldim, opa. Sofraga qachon borasiz? Sofraning yonida o'tiribman hozir. Xivada to'yda edik bugun. Chiqib asteradan kofe olib, kofe ichib o'tiribman. Meni aybim emas-ku. Rostdan men ishlatmadim-ku. PR men qilmadim. Men gap chiqarman bo'lsam, men PR etmayman bo'lsam. O'zlari chiqdi, o'zlari so'yladi, o'zlari qo'ydi. Qayta men o'liga nechimda buning bo'lib ketdi deb o'tirdim. Men desa, "Вообще unda tibdan olmayin edi." Hech zaril emas edi bunaqa tanilishim. Hech kerak emas edi. O'zim ashulalarim bilan sekin-sekin chiqib olardim. Endi Alloh birdan istabdi shunaqa tanishni. Nima qilay axir? Hech qaysi bir san'atkor shunaqa cho'rniy PR bilan yoqimsiz holatlar bilan tanishishni xohlamas. Shaxsan men shunaqa. Endi bo'lishi mumkin, birorta masalan ko'pchilik men eshitaman, что PR qilishadi, yolg'onda kasim. Yolg'ondan PR atadilar, oladilar. Davay bir-birimiz bilan cho'rniy PR qilamiz, aktiv ko'tarib olamiz deb. Menga o'zi shart emas edi, to'g'risi. Vallohi shart emas edi. Hech ehtiyojim yo'q edi unaqa narsalarga. O'zi bir chetda ijodimni qilib yuradigan qizman men. Men umuman hech narsa, o'laga kirishsa kerakmidi? Ko'r bo'lasan deb yo'q. Вообще aytasim yo'q qo'shiqni. Ishoninglar. Вообще aytasim yo'q. Umuman aytishni xohlamayman. To'yda ham so'rashadi, so'ramaylar qo'shiqni aytmaydiman. Вообще aytasim yo'q. Siz qizlarimizni to'yina chaqirasin va Xudo xolasa ilohim yaxshi kunlarda ko'rishish, diydorlashish nasib etsin. Qo'shiq aytibman, inshaalloh xorazmga borsam ko'rishaman, Xudo xolasa. Veysal bilan shaxsan o'z vujudi bor uchun mossizlar. Angrina hammaga javob bersin. Tarbiyasi fikrlashingizga qoida. Itdan deb o'tirib, it tanimaydiganlar deb o'tiribdi. Endi har kim o'zini qarachimda o'lchaydi. Har kimning tarbiyasi har xil. Bu buning debdi, bu buning debdi deb qismaka meni to'g'risi toqatim yo'q, sabrim yo'q, vaqtim yo'q. To'yda maynozi boraman, uya boraman, bolamni boqaman, keyin uxlataman, bu qisidikini artaman, ovqatini beraman, bolam bilan uğraşaman. O'zim yaxshi ko'rgan insonlarim, yaqin insonlarim yonimda, ular bilan bo'laman. Azonda turaman, yana tayyorlanaman, yana to'yga ketaman. Hozir u debdi, bu debdi deb o'tirmagan meni vaqtim yo'q. Hamma o'zini tarbiyasine yarasha so'llayveradi. Hamma o'zini tarbiyasi. Kim o'zi nechik bo'lsa, boshqalar ham shunday o'ylaydi. Men shunday o'ylayman. Bir nabaku nadan Abu Jahl gelip payg'ambarimize bu dunyoda senden de xunuk adam görmedim. Dim xunuksan desa, to'g'ri aytasiz dedi. Keyin yana keladigan bir sahobamiz payg'ambarimize Rasululloh sizdin chiroyli, sizdin yaxshi inson dunyoda görmedim desa, to'g'ri aytasiz deganda, bu yomonsan dedi, buna yaxshi deding, bu yaxshisan dedi, buna ham yaxshi deding, uni ma'nosini o deganda, men Alloh jilovlagan bir oynaman. Menga qaragan o'zini ko'radi degan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu deganlaridin vallohu alam da ketinmayam. Menga qaragan o'zini ko'radi. Nima deyin? Kim nima desa desin, men вообще ishim yo'q, umrimda deyil. Umrimda deyil. Вообще qiziqtirmaydi kim nima deyishi.
Adaş ko'r bo'lasan ko'sha Shivada gapirmang iltimos. Kam ta'minlangan oylik to'yasara bir rava borsam kelarmiz. Agar vaqtimiz bo'lsa, haqiqatdan kam ta'minlangan bo'lsa-dan, haqiqatdan muhtoj oila bo'lsa, balki borgan bo'lar edim. Agar vaqtimiz, satimiz to'g'ri kelsa, xizmatimiz yo'q bo'lsa.